Xudo xolasa ishimiz bitdi mana. Hozir egasiga telefon qilyapmiz. Alo. Ihe. Alo. Hay. Mana aka, ko'ringchi bir. O'ta go'zal qilib qo'yding uni. Ha. Mana orqalari ham aka. Xudo xolasa kam go'st yo'q, pardali mana aka. Jasmin. Ana. Mana. Ha, bellaka. Şoför ham çok bering. Mana. Ketaman o'zi. Mana aka tumbalar. Ha, u tumbalari u yer isiriladimi bu? Xon taxta bo'ladi aka, ko'tariladi. Bitta ko'tarib bergin. Ha, ayo, mashinaga urishda. Ha, upakovka bo'ladi ayollar. Mana aka, mana tumbasini yotkizasiz. Xon taxta bo'ladi, mana ko'tariladi. Ha. Xudo xolasa aka pardalari bor. Yoqdimi ish? Biladi aka, biladi. Ziyo mebel ishonchli ekanmi aka? Ha. Mana aka. Bildi aka. Endi yaxshi upakovka qilingda uni. Ha, bo'ldi aka. Bildi aka. Uzog'i 20 minutda tashlayman o'zi, uzog'i. Bo'ldi aka, ungacha upakovka qilib turamiz. Mayli. Xo'p, bo'ladi.